hadiya bersanglar, o'rtanglardagi muhabbat mustahkam bo'ladi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari ana sunnat yo'lga qo'yishgan. Ayniqsa pullari ozroq bo'lgan odamlarda hadiya ko'proq bo'ladi. Qo'li ochiq bo'ladi. Yana bir safar zohir keladida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga kelib so'rasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q ekan. Qayerga ketdi? Ishlari bilan ketdi. Zohir ketadi, ortidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelganda ummahatul mu'minin, mo'min musulmonlarning onalari aytadiki, "Ya Rasululloh, sizni bir kishi istab qidirib keldi" dedi. Uni ismi Zohir ekan dedi. "Qachon ketdi?" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. "Hozir chiqib ketdi" dedi. Zohir olib kelgan narsalarni bozorda sotsa kerak deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqasidan bozorga bordi. Zohirning orqasidan. Qarasa endi bozorga yetibdi. Haligi kambag'al, pullari yo'q, obro'si yo'q, hech kim tanimaydigan inson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qulay fursat topib turib, Zohirning orqasidan borib turib, ikkala qo'li bilan ko'zini to'sib oladi. Shunday holatni bir tasavvur qila olasizmi? Sizni masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilganda nima qilgan bo'lardingiz? Bo'ladimi shunday holat bizda? Kelsa-yu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushlab olsa-yu, ikkala ko'rayotgan ko'zlaringizni muborak qo'llari bilan bekitib qo'ysa, qo'yib yuboring desangiz, "Yo'q, men Rasulullohman" deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunda haligi Zohir aytdiki, "Ey Alloh taolaning elchisi, meni qo'yib yuboring" dedi. Hatto ana bu qornilari, Zohirning qorni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ozor bermasin deb o'zini tortib olar ekan. Bozorda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam baqiryapti. "Man yashtari hazal abd?" Kim sotib oladi mana bu qulni? Kim sotib oladi mana bu qulni deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi sahoba bilan hazillashyapti. Shunda Zohir aytdiki, "Ey Alloh taolaning elchisi, men juda arzonman" dedi. "Meni obro'yim yo'q" dedi. "Men juda arzonman, odamlar meni tanimaydi" dedi. "Pulim yo'q, obro' e'tiborim yo'q" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Zohirni qo'yib yubordi. Umuman biror bir mol mulkka, dunyo oxiratga almashmaydigan bir so'zni aytdi. "Valakinnaka indallohi g'ali" dedi. "Ey Zohir" dedi, "Allohning yanida seni obro'ying baland" dedi. "Ey Zohir, seni Alloh yaxshi ko'radi, Allohning yanida seni obro'ying baland. Esingdan chiqarmagin mana bu narsani" dedi. Shuning uchun birodarlar, haqiqiy obro', e'tibor, haqiqiy ko'rsatadigan joy Alloh subhanahu va taoloning yanidagi obro', e'tibor. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam madfu'un bil abwab, odamlar tanimaydigan, obro' e'tiborlari yo'q, kiyimlari chang to'zon, ammo Alloh subhanahu va taologa duo qilsa, duosini ijobat qiladi. Law aqsama alallohi, Allohga qasam etsa, qasamini poklab beradigan insonlar bor oranglarda deyapti. Ana u narsaga faqat qalbi siniqlik bilan yetib bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda yadkhulul jannati kullu da'ifin mutada'if, o'zini zaif hisoblagan, boshqalarga o'zini zaif qilib ko'rsatganlar birinchi bo'lib jannatga kiradi. O'zini katta tutgan va boshqalarga o'zini mutakabbir qilib ko'rsatgan do'zaxga birinchi bo'lib kiradi dedi. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo gunoh, nuqson, kamchilik, xatolarimizni kechirsin. Ikkala dunyosi obod bo'lgan insonlarning qatorida qilsin. Oxirgi 10 kunliklarni chiroyli o'tkazgan, qiyomat kunida mana shu qiyomul layllar, tahajjud, iftorlik, saharliklar bizni foydamizga hujjat bo'ladigan insonlarning qatorida qilsin. Bugun Alloh taoloni chiroyli taniylikki, bugungi holatlarda har xil musibatli masalalarga bugun qo'shilib qolmaylik. Alloh taoloni o'zi mana shunda fazilat beradi. Bugungi juma amr ma'ruf soatlarimiz ham rizqning ziyoda bo'lish sabablari albatta Allohdan. Alloh taolo Qur'oni Karimda, olimlarimiz suhbatlarida aytadilar. Ma'lumki bizlarning
rizq topishligimiz, rizqimizning torligi, topayotgan pulimizning, imkoniyatlarimizning barakasi yo'qligi bugungi kunda. Bularning barchasi Alloh taoloning fazlidan. Kimnidir boy bo'lishligi, kimnidir o'rta hol bo'lishligi, kimnidir kambag'al bo'lishligi, birodar, bu Alloh taoloning taqdiroti bu. Va bularga sabab nima? Bularga eng katta sabablardan bu sabablar bizning oramizning ko'pchiligida yo'q. Alloh taolo nima dedi? La in shakartum la azidannakum. Shukr qiling, birodar. Alloh taolo qilgan shukringizga yarasha sizning imkoniyatlaringizni, nafaqat imkoniyat, moddiy imkoniyat, ijtimoiy imkoniyat, ilmiy imkoniyat, butun salohiyatni Alloh taoloning o'zi ziyoda qilib beraman deyapti. Nimaning evaziga? Shukrning evaziga. Aytishingiz mumkin, men nimaga shukr qilishim kerak o'zi? Bizda o'zi biz 1000 kishini iqtibos oladigan bo'lsak, 9990 tasidan men orqadaman-ku deyishlik mumkin. Muso alayhissalom Alloh taolo bilan roz aytishlikka borayotgan edilar. Bir odamni ko'rdilar, qumga o'zini ko'mgan. Qumning ichida turibdi. Bizlar bugungi katta imkoniyatli insonlar borib qumga o'zini ko'madi, ya'ni shifo bo'lsin uchun. O'zini qumga ko'mgan majburlikdan, "Ey Muso, bu yoqqa keling" dedi. Muso payg'ambar, "O'zing bu yoqqa kel" dedilar. "Men bora olmayman Muso" dedi. "Nega?" dedilar. "Chunki egnimda kiyimim yo'q" dedi. Muso alayhissalom, "Nima deysan?" dedilar. Alloh taolo bildan men haqqimda bir so'rab bergin. Nima qilsamki men boy bo'lishligim mumkin. Hatto yeyishga taom yo'qda tursin, kiyishga kiyimim yo'q. Qumga o'zimni ko'mib turibmanki, avratlarimni odamlar ko'rmasin deb. Shu darajada. Na uy bor, na bola chaqa bor, na xotin bor, na mashina bor, eskimi, yangimi farqi yo'q bugun. Hech narsa yo'q dedi. Hatto kiyishga kiyim yo'q, yeyishga ovqat yo'q dedi. Allohdan so'rachi, men boy badavlat bo'lishligim uchun nima qilishim kerak? Xo'p dedilar. Yana yo'llarini davom ettirdilar. Bir boyni ko'rdilar. Boshini ushlab yig'layotgan edi. Muso alayhissalom aytdilar, "Senga nima bo'ldi?" deganda, "Ey Muso, qo'y bo'lsa qo'ydan ko'p, mol bo'lsa mollardan ko'p, tuya bo'lsa tuyalardan ko'p. Birodar, bosh og'riyapti, sanolmayapman, sanab bo'lmayapti buni. Bu yog'ini sanayman desam, u yog'iga aralashib ketyapti, u yog'ini sanayman desam, bu yog'iga aralashib ketyapti. Sanab bo'lmayapti." Alloh taolodan so'ra, bir ixchamroq qilib, bir sanaydigan qilib, bir chiroyli holatga keltirish uchun nima qilishim kerak? So'ray Muso. Alloh taolo Alloh bilan roz aytib bo'lgandan keyin mana shu ikkita odamni masalasini ham so'radilar. Shunda kambag'alga borib aytasan, qumga ko'milganga odamga aytasanki, Alloh taolo mana shuni menga ne'mat qilib beribdi. Alhamdulillah, Allohga shukr. Ya'ni kambag'al odamga aytasan, shukr keltirsin, boy odamga aytasanki noshukrlik qilsin. Kam bu. Bundan ham ko'piga men loyiqman, men ko'p ishlayapman, men ko'p darajalarga egaman degan noshukrlikni borib qilsin dedi. Kelayotganda boyga aytdilarki, sen mollaringni sanab ixchamroq holatga keltirmoqchi bo'lsang, noshukrlik qilasan. Ya'ni qo'ylar bo'lsa qo'ylardan kam, bundan ham ko'p bo'lish kerak edi. Aslida men bundan ham ko'piga loyiqman. Oylik olyapti. Aslida men bundan ham ko'prog'iga loyiqman degan noshukrlik masalalari. Yaxshi yashayapti, bundan yaxshirog'iga men loyiqman degan noshukrlik masalasi. Mol va davlatga Alloh baraka beryapti. Yo'q, bundan ham ko'p bo'lish kerak degan noshukrlik so'zlarini ishlatasan dedilar. Kambag'alga aytdilar kelib, qumga ko'milganga, "Sen holingga shukr qilar ekansan." Shunda u odam g'azabi chiqib, "Ey Muso, sen payg'ambar-kusan. Seni odamlar jinni derdi, men seni jinniligingga ishonmasdim. Sen haqiqatda jinni ekansan" dedi. "Men qaysi holimga men shukr qilay? Men senga tushuntiryapman. Uy bo'lsa uy yo'q, kiyim bo'lsa kiyim yo'q, ovqat bo'lsa ovqat yo'q, hech narsa yo'q." Shu gapida qoldi, shamol boshlandi, shamol. Shamol uning ustidagi qumlarni u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa olib tashladi. Qumga ko'maman deydi, shamol uning ustidagi qumlarni olib tashlaydi. Shunda aytdi, "Ey Muso, men xato qilganman. Xato qildim men." Demak,
ustimda avratimni yopilishligi uchun qumni turgani ham Alloh taoloning irodasi, bu ham ne'mat ekan. Men shukr qilaman dedi. Holimga men shukr